Lateks korseti yuviladimi? Bugungi videomizda lateks korsetini to'g'ri yuvishni ketma-ket ko'rsatib beramiz. Birinchi o'rinda rakovinaga iliq suv to'ldirishdan boshlaymiz. Yuvish uchun mana shunaqa maxsus kapsulalardan foydalanamiz. Farqi yo'q nima kapsula bo'lishidan. Kir suvini ishlatmasligimiz yoki atir suvini ishlatmasligimizning sababi oralariga kirib qoladi, juda ham ko'p ishqalashga to'g'ri keladi. Shuning uchun eng qulayi shunaqa kapsulani eritib olganimiz. Suvimiz tayyor. Endi bu suvga lateksimizni bemalol olib, shunaqa botirsak bo'ladi. Endi kimda qanaqa shotka bo'lsa, o'sha shotkadan ishlatsa bo'ladi. Masalan, kichkina shotkami, katta shotkami, u farqi yo'q. Endi iloji bo'lsa, biz bu korsetimizni 5-10 daqiqaga botirib qo'ysak ham bo'ladi. E'tibor bersanglar, men yangi korset ishlatmadim. Ataylab kelgan korset ishlatdim. Mana ahamiyat qilsanglar, mana shundoq farqi bor. Bu yog'i bilan bu yog'ini. Korsetimizni yuvib, chayib bo'ldik. Veshilkalarga osamiz va quritishga osib qo'yamiz, o'zimizga qulay bo'lgan joyga. Video sizlarga foydali bo'lgan bo'lsa, obuna bo'lishni unutmang. Bo'lishni ham unutmang.